Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Har bir tirik jonga qilingan yaxshilikda sadaqa bor. Alloh taoloning fazli bilan bugun 2026-yil 4-avgust kuni ichishga yaroqli toza suv bilan ikkinchi sisternani to'ldirib, ko'chirilganlar lagerlardagi og'ir sharoitda yashayotgan chodir ahliga tarqatamiz. Alloh sizlarga baraka bersin, ey o'zbek birodarlarimiz. Alloh qadringizni va martabangizni yuksaltirsin, nomingizni ulug' qilsin. Sizlar G'azo sektoridagi sabr-matonatli xalqimizga yordamchi bo'lib keldingiz va hamon yordam berishda davom etmoqdasiz. Alloh taolo sizlarga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak qo'llaridan shunday bir sharbat ichishni nasib qilsinki, undan keyin hech qachon chanqamanglar. Ayniqsa, mana shunday jazirama issiq kunlarda qilgan ushbu sadaqangiz sababli Alloh o'zining soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda sizlarni o'z soyasida soyalantirsin. Alloh sizlarga baraka bersin. كالشمس رابعة النهار فالظلم في الخلق عتا لكنني O'zbek birodarlarimizga ushbu suv sisternasi uchun katta rahmat. Alloh yaxshiliklaringizni yanada ziyoda qilsin. Biz bu yerda suv masalasida juda qiynalmoqdamiz. Suvimiz deyarli yo'q. Suv tanqisligi nihoyatda og'ir. Hozir yoz fasli, issiq juda kuchli va biz haqiqatan ham suvga juda muhtojmiz. Ularga yana bir bor katta rahmat. Alloh yaxshiliklarini ko'paytirsin. Ummat birligi jamoasi bundan keyin ham ushbu lager ahlini qo'llab-quvvatlashda davom etishdan umidvormiz.